ana odam nima gunoh ish qildikina qamab qo'yishibdi. To'g'ri aytasan. Qamab qo'yib yana tutun haydashyapti. Bu o'ldiramizda yashkilik. Do'stlar, bu qanaqa jazo? Bu asli jazo emas, bu yangi innovatsion ingalyatsiya terapiya hisoblanadi. Ya'ni ham tog'da havosini beradi, tuz g'orini foydasini beradi va tabiiy dorilarni mayda zarrachalarga keltirib, nafas qisayotgan bemorlarga, bronxit bor bemorlarga, umuman nafas yo'llarida shikoyat bo'layotgan bemorlarga juda ham foydali hisoblanadi. Ham tabiiy, ham zararsiz. O'zbekistonda yagona yangi eko kapsula hisoblanadi. Shunday deng. Yaxshi ekan. Jazo deyapsizlar. O'zi nimaga keldi bu yerga? Men больницаdan qochib ketgan odamni olib kelib jazolashyapti deb o'ylabman. Doktor endi zo'r effekt beradi deng. Albatta, juda Hech bo'lmasa Darajon qadrdonlarga, podpischilarga manzilni tushuntirib o'tamiz. Pastga. Go hamma. Azizlar, manzilimiz Quva shahar istirohat bog'ini ro'parasida Median klinikasiga marhamat, ham sifatli, ham foydali davolanish.